agar biz ham shu Nexia'ni aybini topolmasak, gap 1 so'm pul bermay chiqib ketaveradi akalar. Shu kommentariyani lichkamga kelgan SMS. Istoriya qo'yuvdim aka, olib keling, agar topolmasak 1 so'm pul bermaysiz. Chiqib ketaverasiz degandim, mana akalar. Qaranglar. Remont bo'lgan galovka, klaplarni kesgan, gnezdolari ham qoqqan bo'lsa kerak. Sababi gnezdoni bo'ylari baland, pritilkalari qo'ymayapti, havo tortmayapti. Endi bilmadim, hozir направляющийda ham lufti bor-ku, lekin svichalar ishlamashiga katta ta'sir qilmaydi u luft. Qachon ta'sir qiladi? 10 kun, 20 kun, 1 oy, 3 oydan keyin qaltirashiga ta'sir qilib qolishi mumkin. Направляющий bilmadim, hozir ko'ramiz, qoqib yuborishimiz ham mumkin. Nima demoqchiman? Aka, gap, va'da. Sizlarni obunachilar, kuzatuvchilar guvohligida agar shu Nexia'ni biz ham kalab, polni hamma yo'g'ini qilib, porshun qo'lsa qilib yurgizsa, yana shunaqa bada bo'lib dabdala ishlasa, Allohga tavakkal 1 so'm pul bermaysiz deb video qilib qo'yuvdi istoriya. Aka, gap. Nabodo mashinangizni kasalini topolmasa, 1 so'm pul bermay, rahmat bolalar deb chiqib ketaverasizlar. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yurgandan keyin yo uyali bo'ladi, yo buyali bo'ladi. Nima bo'ladi deysizlar? Like bosib, obuna bo'lib turinglar. Biz ishni boshladik.